yoshlar mahar to'g'risida gapirganda mahar deb turib, ayol bizni o'sha zinodan to'xtatib turganligini haqqi. Mahar deb turib, ayol kishi bizni zinodan to'xtatib turganligini haqqini otini mahar deydi. Kabin deydi, buni otini sidoq deydi. Xudo tabaraka va taolo saduqot deb yod qilgan, Qur'onda kelgan. Va atun nisaa saduqatihinna nihlah deydi Xudo. Xotinni mahrini berib qo'ying deydi. Lekin mahrda kami belgilanganmi, belgilanmaganmi va hamma mazhablar mahrda kami ozini pasti belgilagan. Imom Azam rahmatullohi alayh zakotni 20 dan biri. Zakotni nisobi nechi pul bo'lsa, o'shani 20 dan biri mahrda eng kami deganlar. Eng kami. Masalan 1 million bo'lsa 20 dan biri, masalan 50 ming eng kam mahr bo'ladi. Masalan 2 million bo'lsa 100 ming mahrda eng kami bo'ladi. Bundan ortig'i oshaveradi. Xotinni dini, diyonatiga, namozxonligi, ilmiga qarab oshaverish kerak. Ko'chada benamoz xotin bilan namozxonning mahri bir xil bo'lmasligi kerak. Buni dini, diyonatiga qarab oshaverish kerak. Mahr naqma-naqiga gaplashib olishi ham mumkin. Buni xotin talab qilish kerak-da. Menga shuncha mahr bering deyish kerak. Buni kelish kerak er bilan xotin. Buni imom belgilab qo'ygan narsa mahr bo'lmaydi. Imom ulardan rozilik olish kerak. Mana shuncha narsa sizga mahr degandan keyin u imom asli rozilik olish kerak-ku, bechora imom undan rozilik olaman desa, u o'tirgan kuyov bilan kelinni o'zi mahrni nimaligini ham his qilolmaydi-da. O'shani aytmoqchiman. Mana o'g'lim sizga 100 ming mahr belgiladi desa, bu nikoh o'qigan domlaga 100 ming berish kerak deb qo'rqib ketadi. Mahrni nimaligini bilmaydi u. Qo'rqib ketadi. O'shanga boshida har odam uchun nikoh o'qib turgan odam aslida tushuntirish kerak. Bu haqli o'ziga, o'zlaring o'rtalaydi gap. Faqat shuni emas, belgilab qo'yapman, shuncha bo'lish kerak. Rozimiz, o'g'lim shuncha beraverasizmi? Deb beralaman desa, bo'pti, shuni hayotingiz davomida sekin-sekin berib o'zasizmi? Ertaga to'yda ertasiga berib o'zvorasizmi? Lekin bo'yinda qolib ketmaslik kerak. Shuni dunyodan ketgangacha bir narsa qilib o'zib olish kerak. Yo uni roziligini olish kerak, yo berib qo'yish kerak. Lekin bu xotinga o'ziga beriladigan narsa, otasi bilan onasiga beriladigan narsa emas. Hali to'ydan oldin beriladigan narsalarni mahr deb hisoblamaslik kerak. Xotinga o'zini qo'liga mulk qilib beriladigan narsani mahr deb hisoblanadi.